Assalomu alaykum musofirda ishlab yurgan hamyurtlar. Mana xudo xolasa Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburgga qarab yo'nalish qildik. Bir trekker bilanmiz do'stlar. Va bir Cobalt va bir yana bir Cobalt aka-ukalar 3 mashin bilan Moskva shahriga xudo xolasa harakat qilyapmiz. Tamojniy Qoplonbekdamiz aka-ukalar mana. Xudo xolasa neytralkadamiz, O'zbekistondan Qozog'istonga qarab o'tishda harakatidamiz. Kimda kim ketmoqchi, kelmoqchi bo'lsa ekranga ishonarli o'zimiz nomerlar qo'yib qo'yamiz. Primoy nomerlarni murojaat qilaverasizlar. 2 Cobalt va bir trekkerdamiz do'stlar mana. Murojaat qilaverasizlar, har kuni testlarimiz bor. Primoy reyslar, Podmoskva, Moskovskiy oblastlardan Sankt-Peterburg aka-ukalar. Har xil viloyatlarga tayyorlaymiz. Adresdan adreslarga tayyorlaymiz. Ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. WhatsApp, Telegram orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.